Barchaga assalomu alaykum, Stroy bazani aziz obunachilari. Bugun bizga Abdulaziz skladimizda mavjud bo'lgan izolyatsiya uchun ko'p mahsulotlar tushuntirib beradi. Assalomu alaykum aka. Abdulaziz, Yaxshimisiz? charchamayapsizmi? Tuzayapsiz? Bazamizda qanaqa mahsulotlar bor izolyatsiya uchun tushuntirib bering aka mana shu. Assalomu alaykum Stroy bazani aziz obunachilari. Bugun biz bazamizda stiklovata mahsulot, izolyatsiya uchun ishlatiladigan mahsulotlarni gaplashib o'tamiz. Birinchi bo'lib turib, bu yerda yangi kelgan mat mahsulotimizni aytib o'tib ketsam, o'rtada tugab qoladi. Yangi partiyasini olib kelib qo'yganmiz. Hop, video davomida narxlarni ham aytib o'tib ketaman. Xudo xohlasa bir yo'li. Balandligi 2 metr bo'ladi, uzunligiga o'zini har bitta rulonda har xil bo'ladi. Uzunligiga qarab kesib beraveramiz. Aytgan uzunligilarni. Hop. Buni qalinligi 1 sm bo'ladi. Zax o'tkazmaydi. Bemalol polga to'pli pol o'rniga ishlatsanglar bo'laveradi. Hop. Narxi buni 1 kvadrat narxi 40 ming so'mdan, boshqa joydan so'rab qo'yarasizlar 45 ming so'mdan 50 ming so'mgacha. Даже undan ham qimmat bo'lishi mumkin. Yana bir bor qaytarib o'taman. Buni 1 kvadrat narxi 40 ming so'm. 2 metrda, chunki buni balandligi 2 metr 80 ming so'm bo'ladi. Hop. Bu yerda endi o'zimiz Xitoydan olib kelayotgan Terman Wool mahsulotimiz. Hop. Bu ham izolyatsiyaga juda ham zo'r mahsulot. Buni razmerlarini aytib o'tib ketaman. Balandligi 1.2 bo'ladi, uzunligi 12,5 bo'ladi. Bitta rulonda 15 metr kvadrat tashkil qiladi. Hop, buni narxiga keladigan bo'lsak, 235 ming so'm 15 metr kvadrati. Xudo xolasa har bitta mahsulotimizni kamini qilib beramiz. Bular qayerga ishlatsa bo'ladi termol mahsulotlar? Bularni bir yo'l qayerga ishlatilishini ham aytib o'tib ketay. Hop, polga ishlatsak bo'ladi, tomga, devorga, hali gipsokartonni orasiga ham qo'yib yuborsanglar bo'laveradi. Tomga ishlatadigan bo'lsanglar juda ham zo'r effekt beradi yangi mahsulot. Do'konchi quruvchi bo'lsa, pastki nomerlarga aloqaga chiqsanglar, bemalol kamini qilib berib, birga hamkorlikda ishlayveramiz. Bu yerda stiklovata mahsulotimiz hamma bilgan Egover. Buni bizni bazamizda 15 metr falga va falgasiz, undan tashqari 12-18 lari ham bor. Asosiy sotiladiganlarning narxini aytib o'tib ketaman. 15 metr falgasiz 145 ming so'mdan, falgaligi 215 ming so'mdan xudo xohlasa har bitta mahsulotimizni kamini qilib beramiz. Buni qayerga ishlatamiz degan kalanimiz uchun, bu izolyatsiya uchun devorga va tomga ishlatsak bo'laveradi. Juda ham zo'r effekt beradi. Bu yerda Bazalt Wool mahsulotimiz to'g'ridan-to'g'ri Jizzaxdan ishlab chiqarilib, bazadan keladi. Har bitta mahsulotimiz to'g'ridan-to'g'ri bazadan keladi. Hop, bularda birinchi razmerlarni aytib o'tib ketaman. Bu yoqiga 60, bitta listi, bu yoqiga 1.20. Ya'ni bitta listi 0.72 kvadrat tashkil qiladi. Hop, buni qalinligi standart 5 sm bo'ladi. Buni narxlari plotnosiga qarab o'zgaradi. Ya'ni biz bazamiz hozir 40 plotnosdan 140 plotnosgacha bo'lsa, 35 mingdan boshlab 70 ming, 80 ming so'mgacha ketaveradi. Bu yerda ko'rsatib berasiz. Zakaz asosida 10 sm-ligini ham olib ko'rasizlarmi aka? Albatta, zakaz asosida u faqat ancha kattaroq kvadrat olish kerak bo'ladi, kattaroq ob'yomda. Bu yerda bazal mahsuloti. Abdulaziz, mat mahsulotlar necha xil aka? Hop, mat mahsulotimizni hop 3 xili bor. Bularda hozir har bittasi o'ramda, chunki hech qaysi biriga shikast yetmasligi uchun ochmaganmiz. Showroomimizga kirganimizda albatta rasvetkalarni ko'rsatib o'taman. Bu yerda har bittasini o'zini anaqasi yozilgan bo'ladi, necha metr bo'lishi bitta rulonda. Mana masalan buni ko'rib qo'yishingiz uchun ko'rsatib beramiz. Bu yerda mana 60 metr bo'lar ekan bitta rulonda. Mana bular sal kichikroq bo'ladi. Plus uzunlik aytsanglar biz bemalol o'lchab kesib bera olamiz, o'zingizlarda oldida. Manzil qayerda Abdulaziz? Manzilimizni ham aytib o'tib ketamiz. Qo'shimcha qilib, manzilimiz Andijon shahar, Soy eski majzavod ichida. Hop, undan tashqari bu yerda gipsokarton mahsulotlarimizni ham ko'rsatib beramiz. Gipsokartonlari ham bor. Hop. Bu yerda endi samakileyka aboylarimiz, mana ochiq qo'yganmiz. G'ishli. Hop, balandligi 1 metr bo'ladi, uzunligiga 6 metr. Bitta rulonda 6 kvadrat bo'ladi. Buni narxi 36 ming so'mdan 1 kvadrati. Hop, 35 ming so'mdan mana shunday oddiy gladka aboylarimiz. Albatta bular samakileyka bo'ladi. Ko'rib turishingiz mumkin. Tepaga chiqqanda yana boshqa rasvetkalarni ham ko'rsatamiz. Ketdim. Tepaga ham chiqib oldik. Samakileyka aboylarimiz turadigan joyga. Hop, rasvetkalarni ko'rsatib o'taman bir qator. Aboylarni ham. Hop, endi tashqariga chiqib Penaplex, Steplex va falga mahsulotlarimizni tanishtirib o'taman. Endi tashqarida Penaplex, Steplex va bu yerda falga mahsulotlarimizni ko'rsatib o'taman. Hop, birinchi bo'lib turib Penaplex mahsulotimizdan boshlayman. Hop, buni biz omborda hop 2 lik, 3 lik, 4 lik va 5 lik razmerlari bor. Hop, razmerlariga keladigan bo'lsak, bu yoqiga 1.20, 60, ya'ni bitta listda
0,72 kvadrat bo'ladi. Buni asosan polga, tomga ishlatishadi, devorga kam odam ishlatadi, ko'rganmiz. Hop, devorga ishlatsa ham juda ham zo'r effekt beradi. Bular narxini aytib o'tib ketaman. Hop. Ikkiligi 14 ming so'mda. Bu yerda ko'rsatib qo'yishingiz mumkin. Ob'yomni bemalol katta quruvchi akalarimiz so'rasa, xohlagan kvadratda chiqarib beramiz. Hop, uchligi 21 ming so'm, to'rtligi 32 ming so'm, beshligi 38 ming so'mda. Xudo xohlasa, har bitta mahsulotimizni kamini qilib beramiz. Bu yerda Teplex mahsulotimiz. Ochig'i yo'q ekan, bu ham bir xil. Hop, narxini ham aytib o'tib ketaman. 2li, 3li va 5li bo'ladi, 4ligi yo'q buni. Hop, 2ligi 13 ming so'mdan, 3ligi 20 ming so'mdan, hop, 5ligi 33 ming so'mdan. Xudo xohlasa, bularni ham albatta kamini qilib beramiz. Endi falga mahsulotlarimizga o'tamiz. Falga mahsulotlarimiz biz omborda hop, 2li, 3li va 5li razmerdagilari bor. Hop, ularni men razmerlari bilan aytib o'tib ketaman. Balandligi 1 bo'ladi, uzunligiga 50 metr bo'ladi. Bitta rulonda 50 kvadrat bo'ladi. Biz optim bazaligimiz uchun buni faqat rulonlab sotamiz. Ya'ni buni metrga bera olmaymiz. Do'konchi quruvchi akalarimiz bo'lsa, bemalol telefon qila olasizlar, pastki nomerlarga. Hop, narxlarni aytib o'tib ketaman. Endi buni qayerga ishlatilishini aytmay qo'yaveray, hamma biladi. O'sha topli polni ustidan qo'ysak, yaxshiroq effekt beradi. Hop, buni narxini aytib o'tib ketaman. Hop, bu ikkilisi 125 ming so'm, uchligi 135 ming so'm. Bu yerda 5ligi bor 210 ming so'mdan. Xudo xohlasa, har bitta mahsulotimizni kamini qilib beramiz. Pastki nomerlarga bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Manzilimizni yana bir bor aytib o'tib ketaman. Andijon shahar, Soy eski Mazda ichida. Pastki nomerlarga Telegramdan yozsanglar, lokatsiya tashlayveramiz.